Amerikada hamma narsa qimmatlashib ketyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Hozir men sizlarga $58 qilgan shoppingimni obzor qilib beraman. O'zingiz aytasiz, Amerikada hozir narsalar qimmatmi yoki arzon? Bilasiz, Trump Amerikaga prezident bo'lganidan beri boshqa davlatlardan keladigan narsalarga soliqlarni juda ham oshirib yubordi. Hozirgi paytda boshqa davlatdan, Amerikada ishlab chiqarilmagan boshqa davlatda bo'lgan narsalarni sotmoqchi bo'lsangiz, qimmat bo'lgan. Xo'p, endi $58 ga nima oldim supermarketdan? Birinchi o'rinda 3 ta mandarin oldim. Bitta mana bunaqa limon siqadigan oldim, limon suvi bu. Bitta almond oldim, bu yong'oqlar turiga kiradigan. Bitta kichkinagina turklarni guruchidan oldim. Bu 1 kilo chiqsa kerak. Bitta sedan oldim. Somsa qilayotganimda, bu nima pishiriqlar qilayotganimda ustiga qo'yadigan sedan ham yo'q edi. Bu ham juda ham kichkina, yarim kilodan ham kam bo'lgan sedan. Bitta soda oldim. Ikkita baking powder oldim. Bir narsalar pishirayotganda kerak bo'ladi. Bitta droj oldim. Va ikkita shakarli vanilin oldim. Vanilin shakari. Va ozgina dovutcha oldim. Hozir bahor bo'lgani uchun dovutcha juda ham yegim kelgandi. Xo'p, dovutchani narxi $20 bo'ldi. Hozir sezon bo'lgani uchun juda ham qimmat ekan. $20 bo'ldi, lekin faqat mana shu narsamiz hozir Amerikada $58 ga shopping qildim. Hozir chekimiz ham bor, ko'rsatishim mumkin. To'g'risi bundan men juda ham shokka tushdim. Bunaqa melichi narsalarga, juda ham kichkina narsalarga hali $58 ishlatmagandim. Rostdan ham supermarketga borganda, shopping qilganda hamma narsa qimmat bo'lganini sezdim. Xo'sh, sizda-chi, sizni supermarketlaringizda ham qimmat bo'ldimi yoki men qimmat supermarketga borib qoldimmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.